yuzidagi ugrilarni ketkizib tiniq qilib beradi. Yuzimni ko'rdinglar qizlar, уже ugrilar chiqmay qo'ygan, chunki absolyutno ham ichki tomonlama ham tashqi tomonlama ishlayman. Bu narsadan ham xavotir olmanglar. Sizlarga konsultatsiya bergan paytimizda siz bilan общий ishlaymiz. Ya'ni ham ichki tomoningizdan ham tashqi tomoningizdan ishlaymiz. Tashqi tomondan o'qib beradigan bo'lsam, ichki tomonlama sizni muammoyingizni oldin so'rab olaman konsultatsiya orqali, o'shandan kelib chiqib sizga to'g'ri keladigan retseptni tuzib beraman. Hop, bu yerda yana dog' nabor ketyapti. Xullas, naborlarga polniy chegirma qilmoqman. Ko'rgan bo'lsanglar, guashni qo'ydim. Agar guashni kimdir olaman desa, men sizlarga yana olib keltirib ham berishim mumkin. No, uzun marketda ham bor ekan. Uzun marketda вообще ko'p. Prosta uzun marketda juda har xili bor. Sillig'ini olishingiz kerak. Silliq hamma tomon tekis bo'lishi kerak. Arzonlari ko'pincha unaqa silliq bo'lmaydi. Qattiq g'adir-budir bo'lib qoladi. O'shaning uchun sillig'ini olishni tavsiya qilaman. Men уже tezroq tayyorlab ketishim kerak.